O'zbekistonda ish haqqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar miqdori oshiriladi. Prezidentning ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Hujjatlarga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan pensiyalar, nafaqalar, shuningdek ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lovlari miqdori 7% ga oshiriladi. Shundan so'ng yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'mni, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa 1 83 ming so'mni tashkil etadi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504 ming so'm etib belgilanadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga to'lanadigan bolalar nafaqasi ham oshiriladi. Xususan, 3 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun oyiga 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun qo'shimcha 177 ming so'm, uchinchi va undan keyingi har bir farzand uchun esa qo'shimcha 118 ming so'm ajratiladi. Moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilanadi. Farmonga muvofiq 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalari ham 7% ga oshiriladi. Shuningdek, shu sanadan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar va nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 10% ga oshirilgan edi. Siz bu qonunga qanday fikr bildirasiz? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.